Assalomu alaykum barchaga. 2026-yil sizlarga qutlug' kelgan bo'lsin. Bu yilgi ishlarimizda Alloh o'z yo'lida bo'lsin. Do'stlar, bugun yangi video roligimiz taqdim etamiz. Yangi yilga alohida video qilishni xohlardim, lekin yangi yil aslida bizning bayram emas, lekin buni Alloh o'zi biladi. Do'stlar, men hozircha pastlatib olaman va o'yinimizda davom etkazaman. Do'stlar, bizni barcha videolarimiz telefon orqali olinmoqda va do'stlar, bu hozir menyusi. Buni qanday ketdi do'stlar. O'yinimiz почти horror o'yinga o'xshaydi, lekin horror o'yin emas. Shuning uchun shu quyonlarni urib yubormaslikka harakat qilamiz va yo'lni bonusni davom etkazamiz. Do'stlar, barchaga kirib kelgan yana bir bor 2026-yil qutlug' kelgan bo'lsin. Shuning uchun barchangizni podpisчикlarimizni tabriklab qo'yishga harakat qilyapman. Quruq bo'lsa-da, tez kunlarda xudo xolasa 50 taga chiqib olsak, streamlarni va jonli efirlarni, o'yinlarimizni taqdim etamiz. Do'stlar, bu o'yinda internetda ko'rib qoldim va tortib o'ynashga qaror qildim. Minecraftlarimizni tortib o'ynayapmiz. Minecraftlarimizni davom etkazamiz. Keyingi videoni kommentariyada yozib keting, albatta. Xo'sh, bu endi faqat bitta yo'l bo'lsa kerak, karta ham unchalik uzun emas. Qayta menimcha qayta bitta yo'lda ketaverasiz. Shunaqa bo'lish kerak. Asosiysi chuqurlarga va tepaliklarga chiqib ketmaslik va quyonlarni urib yubormaslik. Do'stlar, o'yin realniy bo'lmasa ham baribir qandaydir odamni o'ziga tortadi va jiddiy zerikarli bo'lishi mumkin, lekin bizni videolarda zerikarli deyilmaydi. Bizni videolar asl videolar bo'lib, barcha o'yinlarni asl qilib chiqishga harakat qilamiz. Quyonlarni nechta
telefoningiz realniy bo'ladi. Chunki kompyuterda kачествоsi yaxshiroq bo'ladi. Shuning uchun telefonda o'ynasangiz ham bo'ladi, lekin telefonda kачество unday bo'lmaydi. Ko'rib turganinglardek shu telefonda gardan oxiriga yetib borishimiz kerak. Hozir hech qancha yurmadik. Shuning uchun tarjiyani ketaveramiz. Yo'lni chetlariga chiqib ketmaslikka harakat qilamiz. Realniy o'yinga o'xshaydi, lekin telefonda unchalik emas. Bu o'yinda horror deb eshitgan edim, lekin ko'zim bilan ko'rmadim. Shuning uchun kartani oxiriga yetib bormaganlarni ko'rdim. Kartani oxiri qanaqaligini bilmayman, shuning uchun daraxtga ketaveramiz. Ekranda yaqinlashtirib olsak ham bo'larkan. Bu bekordan bekor emas. Ekranda yaqinlashtirib olish. Qandaydir bir nimasidir borda, shuning uchun. Daraxtga ketaveramiz aka. Do'stlar, kommentariyada faol ishtirokchilarimiz bor. Kimda original telefonga tushadigan kartasi kattasi bo'lsa, Telegram orqali aloqaga chiqinglar, tashlaveringlar. Men sizdan topolmayman. Play Marketimda telefonimga tushadigan bor, lekin u realniy emas. Shuning uchun telefonga tushadigan realniy qit'ada izlamoqdaman, yoki shunga o'xshash yaxshiroq o'yin bo'lsa tashlab yuboringlar. Faqat telefonda bo'lishi kerak. Telefonda o'ynaymiz. Kompyuterimiz hozircha yo'q. Chunki kompyuterga mablag'imiz yetarlicha emas. Shuning uchun boricha o'ynab turamiz. Do'stlar, bu videoda kartani tugatganimizdan keyin videomizni hashtaksiz davom etkazamiz. Chunki realniy 44 obunachimiz bo'ldi. Inshaalloh yana obunachilarimiz ko'paygan sari hashtag ishlatmaymiz. Chunki bizga hashtagni keragi bo'lmaydi. Bu yo'lni oxiri bormikan? Mana ko'rib turganinglardek pastga tushib ketdik. Sal sekinroq yurish kerak. Daraxtga ketaveramiz. Men bitta yo'lda aylanayotganga o'xshayapman, shuning uchun yo'lda oxiri ko'rinmayapti. Yetib boradigan manzilimizni o'zi bormi yo'qmi? O'zi taxminan bo'lishi kerak.
hech narsa o'zgarmayapti, faqat bitta yo'lda ketyapmiz. Shuning uchun yo'lda oxiri yo'q. Mana yana dash uylar chiqmoqda, boshqa bu yerda bir kansa joyi yo'q. Do'stlar, video 13 minutdan beri davom etyapti, lekin yo'lda oxiri yo'q. Shu mashinada bir xil joyda bitta kartada aylanib yuribmiz. Shuning uchun videoni shu yerda to'xtataman va keyingi videoda yozib qoldiringlar. Albatta Minecraftmi yoki Silver 31mi yoki yangicha o'yin faqat telefonga tushadigan bo'lsa darsha davom etamiz o'ynab. Do'stlar, shu yerda videoyimni to'xtataman va keyingi videolarda ko'rishguncha salomat bo'linglar. Hammanglarga omad tilayman. Yana bir bor 2026-yil hammamizga qutlug' kelsin.